Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, talabalar. Bugun bu sizlar bilan Tilshunosga kirish fanidan ma'ruza mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Birinchi mavzumiz tilshunoslikka kirish nazariy fan sifatida deb nomlanadi va sizga quyidagi taqdimotni ham havola etamiz. Xo'sh, bugun biz aynan yuqorida ta'kidlaganimdek, tilshunosga kirish nazariy fan sifatida deb nomlanuvchi birinchi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotini quyidagi reja asosida olib boramiz. Tilshunoslik fani predmeti va uning asosiy masalalari, tilshunoslikning asosiy tarmoqlari, til ijtimoiy hodisa, tilshunosga kirish fanining vazifalari deb nomlanadi. Albatta, tilshunoslik haqida gapirganimizda aynan bu fanning murakkab va ko'p qirrali ekanligi, boshqa ijtimoiy fanlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan tilni amaliy va ilmiy o'rganuvchi fan ekanligini ta'kidlashimiz joiz bo'ladi. Til inson va xalqsiz, binobarin jamiyatsiz bo'lmaydi. Til jamiyat uchun xizmat qiladi va uning a'zolari muloqot qilishini ta'minlaydi. Til jamiyat tarixidan darak beruvchi buyuk vosita bo'lib, insonning ma'naviy va ma'rifiy shakllanishi va rivojlanishi uchun zarurdir. Til inson va jamiyat bir-birisiz bo'lmaydi. Til inson tafakkuri, ruhiyati, madaniyati, urf-odati va shaxsiy xususiyatlari bilan ham bog'liqdir. Til umumiy tilshunoslik jahon tillaridagi fonetik, fonologik, grammatik, leksik, semantik, stilistik jihatlarini ilmiy o'rganadi. Bu alomatlarning aniq bir tildagi izohini xususiy tilshunoslik o'rganadi. Masalan, o'zbek tili yoki boshqa tillardagi izohi. Tilshunoslik nazariyasini o'rganishdan avval dastlabki til bilimiga tegishli bo'lgan tilshunoslik debochasi, ya'ni tilshunosga kirish hisoblanadi. Bu tilshunoslik fanining alifbosi, turli tillarni amaliy o'rganuvchi va ilmiy tadqiq etuvchilar uchun zarurdir. Tilshunoslik fanining mavzusi albatta tildir. Tilni har tomonlama chuqur o'rganish nazariy va amaliy ahamiyatga egadir. Shu sababli tilshunoslikni faqat nazariy fan deb emas, balki tatbiqiy va amaliyot uchun kerakli, ya'ni insonlar muloqoti uchun zarur fan sifatida qaramoq darkor. Tilshunoslik fanining asosiy vazifalari quyidagilardir. Tilning yozuvi va imlo qoidalarini ishlab chiqishning nazariy va amaliy asoslarini ko'rsatib berish. Tilning talaffuz me'yorlarini belgilashning nazariy va asoslarini ishlab chiqish. Tilning fonetika va fonologiya, morfologiya va sintaksisi, leksika va semantikasi, ya'ni so'zlarning yasalishi va ma'nolari, stilistikasini o'rganish asoslarini belgilab berish. Til va jamiyat, til va tafakkur, til va madaniyat, til va psixologiya, til va semiotika kabi tilga bog'liq masalalarni tadqiq qilish. Tilning nutq va nutq faoliyati bilan munosabatni o'rganish. Tarixiy yozma manbalarni ilmiy o'rganish asoslarini ishlab chiqish. Eng qadimiy til, proto-til, bobo til deymiz va uning boshqa tillar bilan shevalarga munosabatni o'rganish. Tilning hozirgi sinxroniya holati bilan tarixiy rivojlanish bosqichlarini, diaxroniya, ilmiy tadqiq etish. Qadimiy yozuvlarni o'rganish yo'li bilan eng qadimiy tillarni tiklash yoki ulardagi turli alomatlarni aniqlash. Yuqorilardan ko'rinadiki, tilshunoslik fani avvalo nazariy, ikkinchi navbatda tatbiqiy amaliy fandir. Bu fanning aniq chegarasi yo'q. U ko'p qamrovli, ko'p qirrali va har tomonlama boshqa fanlar va ularning sohalari bilan bog'liq bo'lgan fandir. Tilshunoslik fanining predmeti, tilning tabiati va mohiyati, til va jamiyat, til va tafakkur, til va nutq munosabatlarini o'rganish, nutq faoliyatini tahlil qilish, nutq organlarining tuzilishi, tovushlarning akustik xususiyatlari, kishi psixik holatining tilda ifodalanishi, tilning rivojlanishi masalalari va boshqalardir.
Tilning o'zi esa juda murakkab ijtimoiy hodisa bo'lib, u belgilar tizimi sifatida insonlarning muloqot vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bu o'rinda til va nutqni farqlash judayam zarur bo'ladi. Xo'sh, nutq bu tilning va undagi belgilarning barcha qo'llanish holatlarini qamrab oladi. Yozma shaklda o'qib berish uchun tayyorlangan roman, qissa, hikoya va hokazolar albatta nutqqa tegishlidir. Lekin ulardagi, ya'ni nutqda doimiy qo'llanuvchi va ustuvor bo'lib qolgan jamiyat a'zolari tomonidan e'tirof etilib qabul qilingan nutqdagi unsurlar majmui til deb yuritiladi. Masalan, mana ko'rib turganingizdek, tilshunoslik fanining chegarasini, predmetini aniqroq ta'riflash maqsadida Ferdinand de Saussure til bilan nutqni ajratib, ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'ydi. Uning fikricha, til nutq faoliyatining faqat bir tomonini tashkil etadi. Til nutqqa ziddir. Til bilan nutqning asosiy farqi til ijtimoiy, nutq esa individual hodisadir. Demak, quyidagidan qarasangiz, tilshunoslik tarixida qadimdan qarama-qarshi ikki fikr o'rtasida kurash boradi. Birinchisi 19-asrda Germaniyada August Schleicher tomonidan solingan tilning tabiiy hodisa ekanligi haqida fikr bo'lsa, ikkinchisi nemis olimi Gegel materialistik tilshunoslikni til tabiiy hodisadir degan qarashni rad etadi. Tilning paydo bo'lishi to'g'risidagi asosiy farazlar quyidagilar. Tovushga taqlid farazi qadimgi Yunonistonda Demokrit va Platon davrida o'rtada tashlangan. Unda ular farazi asosida hayvonlarning baqir va chaqiriqlari yotadi. Taniqli fransuz olimi Jean-Jacques Rousseau 18-asrlarda shu fikrni o'rtaga tashlagan. Mehnat chaqiriqlari farazlari, ijtimoiy kelishuv farazi 19-asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lgan. Uni ilgari suruvchi olimlar ba'zida bir-biriga qarshi xulosaga kelishgan. Demak, tilshunoslikning paydo bo'lishi va rivojlanishi til va tafakkur, tilning jamiyatdagi o'rni, uni tahlil qilish usuli kabi masalalarni o'rganadi. Xo'sh, demak, nutq bu tilning va undagi belgilarning barcha qo'llanish holatlarini qamrab olar ekan, yozma shaklda o'qib berish uchun tayyorlangan roman, qissa, hikoya va hokazolar nutqqa tegishli ekanligini ta'kidladik. Lekin ulardagi, ya'ni nutqda doimiy qo'llanuvchi va ustuvor bo'lib qolgan jamiyat a'zolari tomonidan e'tirof etilib qabul qilingan nutqdagi unsurlar majmui til deb yuritiladi. Til jamiyatimiz a'zolarining buyuk vositasi bo'lsa, nutq bu vositaning amalda qo'llanishidir. Yozilgan va aytilgan nutqning bo'lagi matn deb yuritiladi. Yozma nutq va og'zaki nutq farqlanganidek, yozma matn va og'zaki monolog, dialog kabi matn ham farqlanadi. Tildagi jamiyat a'zolari tomonidan qabul qilingan ustuvor bo'lgan xususiyatlar davr o'tishi bilan turli o'zgarishlarga duchor bo'lishi mumkin. Tildagi o'zgarishlar va tilning rivojlanishi murakkab muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Tildagi muammo va masalalarni sinxroniya va dexroniya, ya'ni hozirgi tarixiy holati kabi tushunchalarda tushunishimiz mumkin, ilmiy tadqiq etish zarurdir. Tilshunoslik nazariyasi fani, tilshunoslikka kirish fani, tilshunoslikning asosiy masalalarini, tilning paydo bo'lishi, til taraqqiyotidagi umumiy qonuniyatlarni, til tavsifi borasidagi muhim jihatlarni o'rganadi. Til kishilar o'rtasidagi munosabatning eng muhim quroli bo'lib, jamiyat taraqqiyoti jarayonida shakllangan va insoniy manfaatlarga xizmat qiladi. Tilning paydo bo'lishi va rivojlanishi jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq ekan, inson kamoloti haqida fikr yurituvchi barcha fanlarning o'rganish manbai tilga aloqador hisoblanadi. Tilning tabiati, mohiyati, kishilik jamiyatida bajaradigan vazifasi, strukturasi va bu strukturani tashkil etgan elementlarning o'zaro munosabati, uning ichki mexanizmi, ishlash prinsiplari kabi muhim masalalarni ilmiy o'rganishni, tilni har taraflama tadqiq qilishni talab qiladi. Tilshunoslik fanining asosiy muammolaridan biri tilning ushbu fanning predmeti sifatidagi ta'rifidir. Ma'lumki, tabiiy
inson tili faqat tilshunoslikda emas, balki yana bir qator fanlar tomonidan o'rganiladigan murakkab obyekt bo'lib, har bir fanning tilga bergan ta'rifi ham turlicha bo'lishi mumkin. Hattoki tilshunoslik fanining o'zida ham tilning yagona ta'rifi yo'q. Tilning ta'rifi masalasi tilshunoslik fani tarixidagi eng muhim masalalardan biri bo'lib, fan tarixida turlicha talqin qilingan va hozirgi kunga ham turli ilmiy maktablar va oqimlar orasida keskin bahslarga sabab bo'lmoqda. Darhaqiqat, tilshunoslikda mavjud bo'lgan har bir nazariya avvalo tilni qanday tushunishga asoslanadi. Tilni qanday tushunishning til haqidagi nazariyani yaratishda ahamiyati katta. Tilshunoslik fanining obyekti, predmeti va tilni ilmiy o'rganish metodlari kabi masalalar ma'lum darajada tilni qanday tushunishga bog'liq bo'ladi. Tilshunoslik tarixida tilni turlicha ta'riflash fanning predmetni ham turlicha tasavvur qilishga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu masalaning tilshunoslik tarixi asosiy bosqichlarida qanday hal etilganligini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Tilshunoslik fanining predmeti, o'rganish manbai, o'z ichki qonuniyatlarga ega bo'lgan murakkab tizim albatta til ekanligini ta'kidladik. Tilning o'ziga xos xususiyatlarini, taraqqiyot qonuniyatlarini o'rganish mazkur ijtimoiy hodisaga har tomonlama to'liq ta'rif berish imkoniyatini yaratadi. Til umumiy qonuniyatga bo'ysunuvchi o'ziga xos ramzlar tizimi bo'lib, kishilik jamiyatidagi aloqa munosabatining eng muhim quroli, fikr ifodasi hamda fikr yuritish asosi, voqelikni avloddan avlodga yetkazuvchi insoniy fikr kechinmalarni, his-tuyg'ularni ifoda etuvchi vositadir. Tilshunoslik tarixida tilga turlicha yondashuvlarni kuzatish mumkin. 20-asrdan boshlab tilshunoslik fanining predmetini aniqlashda yangi davr boshlandi. Hozirgi zamon tilshunoslik fanining asoschisi, tilshunoslik fanining predmeti masalasi ham mashhur shvetsariyalik olim Ferdinand de Saussure nazariyasi ta'sirida yangicha tus oldi. Ferdinand de Saussurening fandagi asosiy xizmati shundan iboratki, u birinchilar qatori tilning murakkab hodisa ekanligini aniqlagan holda yangi, mukammal va aniq shakllangan umumiy tilshunoslik nazariyasini yaratib berdi. Tilshunoslik fanining predmetini aniqlash va uni ta'riflashga intilgan Ferdinand de Saussurening qarashlari tilshunoslik tarixidagi muhim masalalarni hal etishda sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ferdinand de Saussure fikricha, til kishilik jamiyatida bajaradigan vazifasiga ko'ra aloqa quroli, fikr ifodalash vositasidir. Ijtimoiy tabiati jihatidan til madaniy, tarixiy va ijtimoiy hodisa, ichki tuzilishiga ko'ra sof belgi ishoralar tizimidir. Demak, Ferdinand de Saussure fikriga ko'ra, tilshunoslik fanining asosiy vazifasi va predmeti til lingvistikani o'rganishdan iboratdir. Nutq lingvistikasi esa tilshunoslik uchun ikkinchi masala bo'lib, boshqa fanlar tomonidan o'rganilishi mumkin. Bugungi mashg'ulotimizni shuning bilan yakunlaymiz va quyida berilgan asosiy adabiyotlar ro'yxatiga qarab, siz aynan bugungi mavzu haqida boshqa mualliflarning darsliklari bilan tanishib, ushbu mavzu haqida qanday fikrlar yozilganligi, qanday tadqiqotlar olib borilganligi haqida yana qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lasiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.